Yaqin Sharqda boshlangan urush uzoq muddat davom etish ehtimoli tobora aniqlashib boryapti. Bu urush nafaqat aynan Yaqin Sharq mintaqasidagi davlatlarga, balki butun dunyodagi davlatlarning iqtisodiy, siyosiy va harbiy kelajagiga, hozirgi fikrlashiga va siyosiy qarashlariga ta'sir qiladi. Mana bu video kuni kecha Londonda olingan. U Londondagi Amerika elchixonasi oldidan bir shaxs Amerika elchixonasi tomon qayta to'xtovsiz haromilar deb baqirganini ko'rishimiz mumkin. Katta ehtimol bilan u Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri Tony Blair va uning rahnamosi kichkina Jorj Bush boshlagan Iroqdagi urushga borgan askarlardan bo'lish ehtimoli yuqori. Erondagi eskalatsiya yuqorilash fonida u Buyuk Britaniyaning aynan Erondagi mojarolarga aralashishi va umuman olganda Amerikaning adolatsiz boshlangan urushiga o'z noroziligini o'zgacha bildirmoqda. Bu kabi holatlar anchayin ko'p bo'lish ehtimoli bor.